yurtdoshlarimizni Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Haftaning har seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzalidan jo'nab ketadi. Hozir ham ko'rishingiz mumkin, posадка jarayonlari boshlanib, o'sha yo'lovchilarimiz avtobusga chiqib joylashmoqda. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz qatnovi kerak bo'lsa, bizning manzilimizni yozib oling. Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki 77li 015 8000 raqamlariga telefon qilib, bizdan yetarlicha ma'lumot olib joyingizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz hali oldinda. Like va podpiska bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.